O'tmishda qolib ketish, o'tmish azoblari bilan yashash, o'tmishda o'zingizni qilgan qaysidir xatolaringiz uchun o'zingizni bir umr ayblashingiz, bu sizni hozir va shu on, shu yerda baxtli bo'lishingizga, kelajakda baxtli hayot kechirishingizga yo'l qo'ymaydi. Chunki siz shunaqa yomon ishlarni qilib qo'ygansiz. Siz o'zingizni arzitmaysiz hozir va shu on baxtli yashashga. Chunki sizda o'tmishda qaro kunlaringiz bo'lgan. Siz o'zingizni aybdor his qilgan holatlar bo'lgan. Siz o'zingizni qancha ayblab, qancha o'tmishingiz bilan bog'liq bo'lgan holatlaringiz bo'lgan sizni hayotingizda. Bu har bir insonning hayotida bor bo'lgan programma hisoblanadi. Hattoki men o'tmishimni qo'yib yuborganman, bu og'riqlari menda yo'q degan insonlar ham bo'ladiki shunaqa holat. O'tmishi bilan bog'liq voqealar uni tanasida ildiz ko'rinishida qolib ketgan bo'ladi. Men уже bo'ldi, tozalanib bo'lganman, menga bu tema taalluqli emas degan odam yo'q. Ba'zida shunaqa holatlar bo'ladiki, hattoki men o'zimda ham 2,5 yildan beri shug'ullanaman. Bo'ldi, men bu narsani hal qilganman. Menda bu bilan savol yo'q degan paytimda qanaqadir ildizlari, qanaqadir urug'lari qolib ketganini, o'sha programmalarim birdan ko'tarilib ketgan paytida his qilaman, bilaman, qattiq ko'tarilish bo'lib ketadi menda ham. Va bu juda ham normal holat hisoblanadi. O'tiramanda keyin yana shu o'tmishimdagi bo'lib o'tgan holatlarni, vaziyatlarni tahlil qilib ko'rib, anglab, xulosa chiqarib, bu savollarimni yana qaytadan yopaman. Shu sababli o'tmishdan qochishga harakat qilmang. Uni hech qanaqasiga qocha olmaysiz. Xotiralaringizda, qalb og'riqlaringizda qancha o'zingizni ayblagansiz, qancha atrofdagi insonlardan xafa bo'lgansiz. Menga shu ishni qildi, qanday menga shu narsani ravo ko'rdi deb. Lekin siz bilmaysiz-ku, u inson shunchaki sizni aks ettirib turadi. O'tmishingizda qanaqa holatingiz bo'lsa, qanaqa xatolaringiz bo'lsa, bu shunchaki u inson tomonidan sizga berilgan tajriba. O'tmishingizdagi har bir xatolaringizni, o'tmishingizdagi har bir alamli kunlaringizni, o'tmishingizdagi har bir g'azabli kunlaringizni siz tajriba olgansiz u kunlardan. Siz tajriba olib hozirgi kungacha yetib keldingiz. Yer planetasiga har bitta ruh tajribadan o'tish uchun keladi. Yer planetasida har bitta ruh tajriba olib, tajribalardan o'tib bo'lgandan keyin komillikka erishish uchun keladi. Siz shu tajribalardan o'tmasdan turib, siz shu qalb og'riqlarini bilmasdan turib, siz shu o'tmishingizda shu xatolarni qilmasdan turib, qanday qilib bilasiz siz to'g'ri yo'lda ekanligingizni? Siz qachonki o'sha ishni qilib ko'rganingizdan keyin bilasiz siz to'g'ri yo'ldamisiz yoki noto'g'ri yo'ldamisiz. Shu sababli o'sha o'tmishimizda o'zimizni ayblaganlarimizni, o'zimizdan nafratlanganlarimizni, qalbimizga tugib tashigan og'riqlarimizni, xafa bo'lgan vaziyatlarimizni, xafa bo'lgan insonlarimizni hammasidan ozod bo'lishga bag'ishlanadi ertangi kun vazifalari. O'tmishingizdagi og'riqlaringiz bilan qolib ketishingiz hozir va shu on siz baxtli bo'lishingizga yo'l qo'ymaydi. Chunki vijdon azobida qolib ketgan bo'lasiz. Har bir atrofingizdagi insonlardan go'yoki siz siringizni yashirayotgan insondek o'zingizni qattiq ayblaysiz. Atrofingizda hamma insonlar sizni ko'zingizga farishta bo'lib ko'rinadi, faqat siz yomonsiz. Sizda mana shunaqa qalb og'riqlari tirnaydi o'tmishingizda qilgan xatolaringiz bilan. Atrofingizdagi hamma insonlar go'yoki farishta, faqat siz yomonsiz.
lekin bu faqatgina sizni o'y xayollaringiz. Siz atrofingizda yurgan farishta ko'rinishdagi insonlar ham siz bosib o'tgan hayot yo'lini boshqacha tarzda bosib o'tgan yoki aynan o'zidaqa ko'rinishda bosib o'tgan va keyin xulosa qilgan insonlar bo'lishi mumkin. Sizni oldingizda sizga farishta sifatida ko'rinib turgan insonlar sizdan battar bo'lgan holatlarni boshdan kechirgan bo'lishi mumkin. Siz unga shunchaki tashqi tomonlama qarab, tashqi tomonlama xulosa qilasiz, tashqi tomonlama o'zingiz bilan solishtirasiz. Go'yoki u insonlar yaxshi, siz yaxshi emas. U insonlar baxtli yashashga haqli, siz haqli emassiz. Chunki sizni o'tmishingizda shunaqa holatlar bo'lgan. Chunki sizni o'tmishingizda shunaqa vaziyatlar bo'lganki, siz hozirgi holatingizda baxtli hayotga o'zingizni ravo ko'rmaysiz. Biz mana shu og'riqlarimizni hammasidan ozod bo'lamiz ertangi kunda. Bilingki, atrofingizdagi har bir insonlar har xil tajribalardan o'tadi. Ruh bu hayotga faqatgina tajribalardan o'tib, yerni o'stirish uchun, rivojlanish uchun keladi. Shu sababli siz o'tmishingizdagi qilgan xatolaringizni o'zingizga tajriba sifatida tan olishingiz kerak. O'zingizga tajriba sifatida qabul qilishingiz kerak. Shu tajribalar orqali, shu xatolar orqali siz o'sgansiz bir pog'onaga. Siz bu xatoni qilib ko'rganingizdan keyin aytib o'tganimdek bilgansiz uni yaxshi yoki yomonligini. O'zi aslida ruh uchun bu hayotda yaxshi yomon degan tushunchani o'zi yo'q. Ruh uchun faqatgina tajribalardan o'tish degan narsa bor. Siz ana shunaqa nazar bilan qarang. Siz bu xatolaringiz ichida qovurilib ketmang. Qachonki siz xatolaringiz ichida qovurilayotgan paytingizda siz xatolaringizni boshqarmaysiz, xatolaringiz sizni boshqaradi. Ya'ni bu joyda siz hayotingizni ipini, ya'ni hayotingizda umuman xatolaringizga topshirib qo'ygan bo'lasiz. Ko'rinib turganidek, bu yerda siz yana xo'jayin obrazida bo'lmaysiz уже. Siz уже bu yerda jertva obrazida bo'lasiz. Ya'ni xatolaringiz girdobida qolib ketgan inson obrazida bo'lasiz. Har bitta holatingizga, har bitta vaziyatingizga siz uchinchi inson bo'lib qarab ko'rganingizdagina yechimni ko'rasiz. Uchinchi inson bo'lib qaraganingizagina bu masala siz o'ylaganchalik qiyin emasligini tan olasiz, his qilasiz buni. Bu hayotda har bitta inson mana shu g'azabli holatdan o'tmasdan turib yashashni ilojisi yo'q. Yer planetasiga kelgan har bitta ruhda g'azab, alam, xatolar, ayblovlar va qaysidir insonlardan xafa bo'lib o'sish orqali shu programmalarni o'tadi. Bu programmalardan o'tmaydigan insonni o'zi yo'q. Har bitta bu hayotga kelgan ruh aynan shu programmalardan o'tadi. Chunki yer planetasida bu programmalar mavjud. Yer planetasida yashaydigan har bir insonlarda bu programmalar mavjud. Faqatgina qaysidir inson bu vaziyatni ichiga kirib ketgan holatda o'tadi, qaysidir inson bu vaziyatdan yengil holatda o'tadi. Qaysidir inson tanasini kasal qilganidan keyin bu tajribadan o'tadi. Lekin siz mana shu o'tmishingizda qilgan xatolaringiz, o'tmishingizda qilgan g'azabli holatlaringiz, xafa bo'lgan insonlaringiz uchun siz bugungi baxtingizdan, bugungi kelajagingizdan, hozir va shu on baxtli his tuyg'usini his qilmasdan bir umr shunaqa o'tmishdagi xatolarga, g'azablarga, qalb og'riqlariga, insonlarni sizni xafa qilgan holatlariga energiyangizni sarflashingizga arziydimi? Savol sizga. Tanangizni qaysidir qismini kesib olib tashlashga bu g'azab orqali arziydimi?
shu vaziyat? Savol sizga. O't sohasidagi kasalliklar, jigar sohasidagi kasalliklar, buyrak sohasidagi kasalliklar, xoh u operatsiya bo'lsin, xoh u har qanaqa ko'rinishdagi kasallik bo'lsin, aynan sizda g'azabingizni, aynan sizda nafratingizni, aynan sizda xafa bo'lgan insonlaringizni qo'yvormasdan haliyam shu xafalik holatingizda qovurilib o'tirganligingiz uchun taningizni shu organlari kasal. Siz shu vaziyatlarni olib o'tiribsiz. Menga shu inson shu narsani qilgani uchun kasalsiz. Boshqa hech qanaqasiga boshqa gap yo'q bu yerda. O'zingizga savol berib ko'ring. Men shu g'azablanishim orqali, men shu alamli kunlarim orqali, men shu o'tmishimdagi xatolarim orqali, men shu xafa bo'lgan insonlarim orqali, meni qiynagan insonlar orqali tanamni qaysidir qismini berishga yoki tanamni qaysidir qismini kasallantirishga tayyormanmi deng. Agar sizdan ha tayyorman degan savol keladigan bo'lsa, siz shu kasalliklardan o'tishingiz kerak. Siz shu xulosani olishingiz kerak. Taningizni qaysidir qismi kasal bo'lganidan keyin balkim siz anglarsiz. Taningizni qaysidir qismi operatsiya qilib olib tashlangandan keyingina balkim siz anglarsiz. Men shu narsani, shu tanamni, shu narsalar orqali topshirdim shu narsaga. Men tanamni topshirmasdan turib anglolmasdimman deb o'ylagan bo'lishingiz mumkindir. Mana shu savollarni har birini o'zingizga berib ko'ring. Shunchaki har bitta vaziyatda siz g'azablanayotgan odamni ko'rganingizda ham, sizni xohlagan gapni aytmagan insonni ko'rganingizda ham, alamli insonni ko'rganingizda ham, qaysidir insonlardan xafa holatni sezganingizda ham, shunchaki bu holatda, bu vaziyatda sizga sevgi yetishmayotgan bo'ladi. Har bitta vaziyatga, har bitta holatga sevgi berish orqali ham bu holatlardan, bu vaziyatlardan bemalol o'tish mumkin. Bu sizni tanlovingizga bog'liq. Bu sizni ruhingizni tanloviga bog'liq. Agar siz qaysidir vaziyatlarda sevgi yo'li bilan shu jarayondan o'tishni bilmaydigan bo'lsangiz, aytib o'tganimdek, shu alamli, g'azabli holatlarni, vaziyatlarni ko'rib keyin o'tishingiz kerakdir. Bu aytib o'tganimdek ruhni tanlovi, lekin siz ruhni tanlovini o'zgartira olishingiz mumkin. Tanlov qonuni sizni qo'lingizda bo'lishi mumkin. Qachonki siz har bitta vaziyatga yengil qarasangiz, qachonki siz har bitta vaziyatga uchinchi nigoh bilan qarasangiz, faqat o'zingiz tomondan emas, u inson tomonidan emas, uchinchi inson bo'lib qaraganingizda ko'p narsa oydinlashadi. Biz har doim masalaga o'zimiz tarafdan qaragan paytimizda tor doirada qarayotgan bo'lamiz vaziyatga. Masalaga keng nigoh bilan qaraganimizda, masalaga ongimiz kengaygan holatda qaraganimizda bu vaziyatlar shunchaki bizni o'zimizni shuncha qiynashimizga arzimayotgan holat ekanligini yasna ko'ramiz. Biz qaysidir insonlardan xafa bo'lganimizda, bizni shu insonlar xafa qildi deb o'ylagan paytimizda yuragimizni, qalbimizni butun dunyoga yopib qo'yamiz. Atrofimizdagi insonlarda ruhni ko'rmaymiz shunchaki. Atrofimizdagi insonlarda yaratuvchini bir bo'lagini ko'rmaymiz. Bu dunyodagi har bir inson ruh, har bir inson ruh va bu ruhni siz birinchi chakradagi ong darajasidagi ruh bo'lsangiz, men ikkinchi ong darajasidagi ruhman. Qaysidir atrofingizdagi boshqa inson uchinchi ong darajasidagi ruh.
va yana boshqa insonlar 4-ong darajasidagi ruh. Bizani ongimiz ko'tarilgan sari, yuragimiz ochilgan sari, ongimiz kengaygan sari biz birinchi ong darajasidagi ruh bo'lsa, ikkinchi ong darajasiga chiqamiz. Ikkinchi ong darajasidagi ruh bo'lsa, uchinchi ong darajasiga chiqamiz. 3 bo'lsa 4ga chiqamiz. Lekin 1dan 2gacha, 2dan 3gacha, 3dan 4gacha va 4dan 7gacha bo'lgan ong darajasiga orada masofalar bor. Oradagi masofalarni, oradagi yo'llarni bosib o'tish orqali biz bu energetik markazdan, bu ong darajasidan u ong darajasiga o'tamiz. Menga qaynonam kun bermaydi. Qancha ish qilsam ham meni umuman bilmaydi. Ovqatini qilaman, ertalab turib hovli supuraman, kir yuvaman, bolamga qarayman, dazmollayman o'kirlarni, nonushta tayyorlayman, ujin tayyorlayman, obed tayyorlayman, ovqat qilaman degan kelinlar jertva obrazida bo'ladi har doim. Ular hayotini, mas'uliyatini, hayotini tezgisini o'z qo'llariga olmagan bo'ladi. Har doim bularni kimdir boshqarib turish kerak. Bu insonlar shunchaki o'zini qadrini bilmagan, o'zini hurmatini bilmagan, o'zini sevgisini bilmagan inson hisoblanadi. Siz hozir sizda shu holat bo'ladigan bo'lsa, aybdorlik his tuyg'usiga kirib ketib qolmang. Men jertva ekanman deb. Shunchaki bizga shu jamiyat tomonidan berilgan bilimlarda, televizorlarda, kinoda, gazetada jertva bo'lish yaxshi. Chunki uni har doim qiynashadi. Qiynovchi bo'lish bu yomon deb o'rgatiladi. Aslida borliq qonunlariga ko'ra siz jertva bo'ldingizmi, bilingki siz o'zingizni shunaqa tutganligingiz uchun sizga shunaqa holat kelib chiqdi. Bu holat o'zidan o'zi kelib chiqmadi. Siz o'zingizni shunaqa tutdingizki, sizni xafa qilishdi. Siz o'zingizni shunaqa qadringizni bilmadingizki, sizni xafa qilishdi. Siz o'zingizni sevishni bilmadingizki, sizga shunaqa munosabatda bo'lishdi. Agar siz men rostdan ham o'zimni sevishdi, o'zimni qadrlashdi, o'zimni hurmat qilishdi bilmaganligim uchun menda shunaqa holat bo'ldi desangiz, siz уже bo'ldi, hayotingizni xo'jayiniga aylangan bo'lasiz. Siz o'zingizga o'zingiz rahmingiz kelib ketdi. Siz o'zingizga o'zingiz rahmingiz kelib yig'lagingiz keldi. Onangizga telefon qildingiz, opangizga telefon qildingiz, dadangizga telefon qildingiz. Meni bular sig'dirishmayapti, menga yomon munosabatda bo'lishyapti. Qancha qilsam ham bularni ko'nglini ola olmayman dedingizmi? O'sha bo'ldi, siz bu joyda hayotingizda tizgisini, sizni boshqarishlarini boshqa insonga berib qo'ygan bo'lasiz. Hayotingizda siz bilan qanaqa holat sodir bo'lgan bo'lsa, qanaqa vaziyat sodir bo'lgan bo'lsa, siz bu holat, bu vaziyatlar uchun tajriba orttirgansiz. Xafa bo'lish orqali siz nimalarnidir o'rgandingiz. Balkim hali o'rganmagandirsiz. Balkim hali xulosa qila olmagandirsiz. Lekin vaqt soati kelsa, siz xulosaga tayyor bo'lsangiz, albatta sizga xulosa keladi. Siz qachon xulosani qabul qilishga tayyor bo'lsangiz, albatta sizga xulosa keladi. Sizni ongingiz shu ma'lumotni qabul qilishga tayyor bo'lganda, sizga уже hamma xulosa kelishni boshlaydi. Shu sababli o'tmishingizda bo'lib o'tgan har bitta holatlarni, vaziyatlarni xulosa o'rnida qabul qilib, mana shu o'tmishingizdagi har bitta xafa holatingizga, o'tmishdagi har bitta xatolaringizga, o'tmishingizdagi har bitta sizni xafa qilgan insonlar uchun, sizni g'azabga solgan insonlar uchun, sizni alamga solgan holatlar, vaziyatlar uchun ertaga kun bo'yi
minnatdorchilik yozamiz. Ya'ni agar sizni xatolaringiz 100 ta bo'lsa 100 ta minnatdorchilik yozasiz. Agar sizni alamli holatlaringiz, alamli vaziyatlaringiz 10 ta bo'lsa 10 ta yozasiz. G'azabli holatingiz 20 ta bo'lsa 20 ta g'azabli holatingizga minnatdorchilik yozasiz. Aynan bu minnatdorchilik yozish orqali biz bu vaziyatlardan ozod bo'lamiz. Bizni kishallab turgan shu his tuyg'ulardan ozod bo'lamiz. Siz qilgan xatolaringiz aytganimdek 100 ta bo'lsa 100 ta yozasiz. Alamlaringiz 1000 ta bo'lsa 1000 ta yozasiz. G'azabingiz 100 ta, 200 ta bo'lsa uni ham yozasiz. Xafa bo'lgan holatlaringiz, xafa bo'lgan vaziyatlaringiz 50 ta bo'lsa uni ham yozasiz. Erinmasdan yozing, programmalaringiz chiqishi uchun. Agar siz yozishga erinsangiz, programmalaringiz ichingizda qolib ketadi. Programmalaringiz chiqishi uchun siz nechta bo'lsa shuncha yozishingiz kerak. Ertasiz uchun og'ir kun bo'lishi mumkin, ko'p yig'lashingiz mumkin, judayam tushkun kayfiyatda yurishingiz mumkin. Siz shu tushkun kayfiyatdan o'tib keyin yaxshi kayfiyatga kelib olasiz. Yaxshi kayfiyatga kelib olishingiz uchun siz bu programmalaringizda hammasini bittama-bitta chiqarishingiz kerak. Shunaqa qattiq nafratlanib, g'azablaringiz qo'zib ketgan payti qog'oz olingda, u insonga bo'lgan hamma g'azabingizni, hamma alamingizni yozingda, yana o'tirib minnatdorchiligingizni yozing. Alamingiz kelib ketgan paytda yig'lab alamingizni chiqaringda, yana o'tirib minnatdorchilik yozing. Aynan shu inson menga shu tajribani berganligi uchun minnatdorman. Shu tajribani olibman, bu narsani angladim. Agar anglagan narsangizni bilsangiz, o'zimni hurmat qilmagan ekanman, shu inson menga shu holatni ko'rsatib berdi. Rahmat menga shu holatimni ko'rsatib, o'zimga o'zimni qaytarib berganligi uchun. Shu orqali men o'zimni qadrlamaganligimni, sevmaganligimni, o'zimni ichki holatimni angladim deb shu ko'rinishda yozasiz. Ertaga alam, g'azab, xafa bo'lgan insonlaringiz uchun, o'tmishingizdagi xatolar uchun ichingizdan qancha minnatdorchilik kelsa, shuncha yozasiz. Ras siz o'zgarmoqchimisiz? Ras sizga hozirgi hayotingiz yoqmayotgan bo'lsa, bu vazifani qilishingiz shart. Siz turmush o'rtog'ingizga rafiqa emas, ona obraziga o'tib qolgan bo'lganingiz uchun xiyonat qilgandir balki. Uni ertadan kechgacha tergovurasiz, qaytasiz, kelyapsizmi, nima qilyapsiz, zerikib ketdim, men faqat uyda ish qilib o'tiraveraman, sizni men bilan ishingiz yo'q deb. Shuni tushuning, eringiz sizni buyumingiz emas. Eringiz erkin shaxs, siz ham erkin shaxssiz. Shunchaki siz zerikkan paytingizda o'zingiz uchun o'zingizni qiziqishlaringizga vaqt ajratmadingiz. Siz bor diqqat markazingizni shu eringizga qaratdingiz. Eringiz oxiri sizdan zerikib, sizdan to'yib, kerak bo'lsa sizdan bezib, boshqa yo'lni topgan bo'lishi ham mumkin. Hamma o'zini holatidan kelib chiqqan holatda yozadi.